Bu narsani vrachlar bormi, tabiblar bormi? Kommentariyada iltimos yozib qoldiringlar. Asalari suti nimalarga foyda? Men bitta videoda yetkazib bera olmayman odamlarga. Bu haqida juda ham katta video olish niyatimiz bor. Lekin bilganlar yanada kommentariyada yozib qoldiringlar asalari ona sutini foydasini. Bu narsani shunaqa foydalari ko'pki, immunitet deysizmi, xotirani kuchaytirish, organizm восстановления, toksin chiqarish, metal chiqarib yuborish, infeksiyalarni yo'qotib yuborishi, har xil viruslarni bartaraf qilib yuboradi. Agar shuni постоянно profilaktika uchun ichib yursangiz, agar ta'sirini 10 kunda sezishni boshlaysiz. Chunki bu tabiiy narsa. Farzand talabidagi insonlarga juda ham tavsiya qilardim. Har xil ukol, dori yo boshqa narsa olmasdan, bu haqiqatan ham mo'jizali bir eliksir. Bu haqida endi mana shakllanib boryapti. Olib bir profilaktika qilib ko'rishlaringiz. Chunki juda ham ko'pchilikdan eshitganmiz buni mo'jizasini. Imенно farzand talabidagilarga. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz.